ertaga 16-mart sanasidan uy-joy subsidiyalariga arizalar qabul qilish jarayoni rasman ochiladi. Shu munosabat bilan uy-joy subsidiyasi bo'yicha bizga eng ko'p berilayotgan savollarga qisqa javob berib o'tmoqchiman. Demak, uy-joy subsidiyasi qanday oilalarga beriladigan asosiy savol. Demak, qonunchilik talab bo'yicha uy-joy subsidiyasi olaman degan talabgor shaxs yoki oila rasmiy daromadga ega bo'lishi kerak va ularning rasmiy daromadi talabgor O'zbekistonning qaysi hududda yashashidan qat'iy nazar mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini 2-7 baravardan yuqori bo'lishi kerak. Bu summa bo'ladi, demak hozir 3.430 mingdan ortiqroq miqdorga to'g'ri keladi. Demak, ikkinchi asosiy savol, bir viloyatda doimiy propiskaga turgan shaxs ikkinchi viloyatdan yoki Toshkent shahridan uy-joy subsidiya orqali uy-joy sotib olsa bo'ladi. Demak, bu savolga javob sifatida yo'q. Uy-joy subsidiyasi faqat bir viloyat doirasida ajratiladi, ya'ni siz bitta tumanda doimiy propiskaga tursangiz, boshqa tumanga borib yoki o'sha viloyatingiz markazidan uy-joy sotib olsangiz bo'ladi, lekin Toshkent shahri yoki ikkinchi viloyatga o'tib siz subsidiya orqali uy-joy sotib olishingiz mumkin bo'lmaydi. Yana bir savol, uy-joy subsidiyasi kam ta'minlangan oilalarga, ehtiyojmand bo'lgan yoki bir sog'lig'ida kasalligi bo'lgan oilalarga beriladimi, yo'qmi? Demak, yuqorida aytib o'tdik, subsidiyaning asosiy talabi rasmiy daromad bo'lishi kerak. Demak, siz subsidiyaning 10 ta talab bor deydigan bo'lsak, siz daromad bo'yicha talabiga to'g'ri kelmadingiz, qolgan 9 ta talabiga to'g'ri kelgan taqdiringizda ham uy-joy subsidiyasi sizga ajratilmaydi. Xo'p, demak, aytib o'tilgandek, ertaga 16-mart sanasidan uy-joy subsidiyalariga arizalar qabul qilish jarayoni rasman ochilyapti va subsidiya orqali uy-joy olaman degan tanishingiz bo'lsa, siz unga bugun bu haqda xabar bering, chunki ertaga xabar topishi ham uni mana shu mart oyida ochiladigan uy-joy subsidiyasidan kech qolishiga sabab bo'lishi mumkin, kechikib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Nimaga bunday degan savolga oldingi yillarda uy-joy subsidiyasiga ariza topshirib ko'rganlar bo'lsa, buni sababini juda yaxshi biladi.